oddiy tush emas. Muhammad hikoyasi. Ushbu film bo'lib o'tgan voqea asosida suratga olingan. Barcha voqea qanday sodir bo'lgan bo'lsa, shundayligicha taqdim etilyapti. Faqat ayrim muhim bo'lmagan detallargina tushirib qoldirilgan. Fulanindagi odatimiz bo'yicha oilada men eng kenjasi bo'lganim uchun hammadan vaqtli turib pashshalar sigirni talamasligi uchun tezak yoqishim kerak edi. Bu ishni bajarib bo'lgach, salomlashgani ota-onamning oldiga borardim. Keyin idish olib, sigir soqqani ketardim. Undan so'ng buzoqlarni sigirni yoniga qo'yib yuborardim. Ana undan keyin yaylovga yo'l olardim. Bizdagi urf-odatga ko'ra oiladagi o'g'il mol boqish kerak. Bu meni vazifam edi. Bolaligimdan otamni juda yaxshi ko'rardim. Otam nimaiki qilsa, men ham uni ketidan takrorlardim. U namoz o'qiganda, men ham u bilan birga namoz o'qirdim. Men chin qalbdan otamni va Xudoni rozi qilishni xohlardim. Meni bu xohishim yoshim katta bo'lgan sari kuchayaverdi. 10 yil keyin. Ota, sizdek otam borligiga Xudoga ming shukr. Siz menga har bir farzand orzu qilgan barcha narsani berdingiz. Lekin men sizdan yana bir narsani iltimos qilishim kerak. Qanaqa iltimos? Men haqiqiy bilim olishni xohlayman. Qur'onni yaxshilab o'rganishni istayman. Agar rozi bo'lsangiz, menga oq fotiha bering. Buni juda xohlayapsanmi? Ha, ota. Yaxshi. Bu gaping menga ma'qul. Bauchiga borib Shayx Ibrohimning maktabida tahsil olasan. Xo'p, ota. Seni Allohga topshirdim. Xudo seni qo'llasin. Amin. Bo'pti, endi borib hozirlik ko'r. Xo'p bo'ladi, otajon. Rahmat sizga. Bauchida shayxni uyida 3 yil Qur'onni o'rgandim. U yerda yolg'iz emasdim. Ko'pchilik bo'lib o'qirdik. Biz islom ta'limoti asoslarini va ularni hayotda qo'llash usullarini o'rgandik. Men Gombida Qur'onni talqin qilishni o'rgandim. Keyin Maydigorida yana 2 yil Qur'onni o'rganishni davom ettirdim. Zariyaga kelgan vaqtimda men arab tilida o'qishni ham, yozishni ham bilardim. Islom ta'limotini chuqurroq o'rganish uchun Zariyada 1 yil yashadim. O'sha paytda men 22 yoshda edim. Yana chuqurroq bilim egallash niyatida Saudiya Arabistonida tahsil olish uchun yo'l izladim.
so a daidai wannan lokacin ne kuma babana ya aika mani zuwa gida. Babana ya ga yayi kyau. Aynan o'sha paytda otam uyga qaytishim kerakligini aytdi. Saudiya Arabistonida o'qishim uchun to'lanadigan pulni yiqqanimizcha otamni uyda yashab turishim maqsadga muvofiq ekanligini aytdi. Lekin keyinroq fikridan qaytib, meni uylantirish harakatiga tushdi. Men otamga bo'ysunib uyga qaytdim va boshqa hech qayerga bormadim. Uyda yana mol boqdim. Shu bilan birga qishlog'imizda mullalik qildim. Bir kuni mollarni boqib bo'lib, uyga qaytib keldim. Kechki namozni o'qidik. Namozni o'qib bo'lganimizdan keyin ovqatlanishga o'tirdik. U yoq bu yoqdan suhbatlashib o'tirdik. Keyin birdan otam uylanmayotganim haqida kuyunib gapira boshladi. Qalbim esa uylanishdan oldin Arabistonda islomiy o'qishlarini davom ettirishga va bu sohada ko'proq bilim egallashga talpinardi. Senga unashtirilgan qizning ahvoli ne kechadi? Bu yog'i nima bo'ladi? Hozircha uylanish niyatim yo'q. Lekin erkak kishining uylanishi Allohning irodasi emasmi? Ha, bu Allohning irodasi. Nega unda Allohning irodasini bajarmayapsan? Men Allohni yanada yaqinroq bilishni xohlayman. Unga erishishni astoydil istayman. Yaxshi. Men senga qarshilik qilayotganim yo'q. Lekin Saudiya Arabistoni uzoqda. Onang seni qaytib kelmaysan deb qo'rqayapti. Kel. Yaxshisi bu haqda ertalab gaplashamiz. Xo'pmi, o'g'lim? Yordam! Yordam! Yordam beringlar! Shu tushdan keyin boshqa uxlay olmadim. Tong otguncha o'tirib chiqdim. Bu tush haqida otamga aytishni o'ylab ko'rdim. Lekin fikrimdan qaytdim. O'sha kuni ertalab hech qayerga bormadim. Uyda qolib dam oldim. Kechqurun xufton namozini o'qib bo'lgach, ovqatlanishga o'tirdik va odatdagidek u yoq bu yoqdan suhbatlashdik. Keyin hamma uxlash uchun o'z xonasiga kirib ketdi. Men ham uxlash uchun xonamga kirdim. Bir pasdan keyin ikkinchi tushni ko'rdim. Nan da nan kuma sai na sake na yi mafarki na biyu. O'g'lim, bu yerda nima qilyapsan? Bilmayman. Seni uyga olib ketaman.
Men seni sevaman, o'g'lim. Da na yi mafarki na Ikkinchi marotaba tush ko'rganimda bunchalik qo'rqmadim. Birdan hayolimga fikr keldi. sosai kamar Meni qutqarmoqchi va ko'p narsalarni tushuntirmoqchi bo'lgan bu kishi kim ekan? Buni tezda otamga so'zlab berishga shoshildim. Tushimda bo'lgan voqeani eshitgach, otam darhol chora ko'rdi. wani ya zo mani in je in gaya ma babana. Na kuma tashi na je na bayyana ma babana kan wannan mafarki. Ya yi sauri ya mai da martani. Tayyor bo'l. Hozir folchiga boramiz. Ota, sizda kola yong'oq bormi? Ha, mana u. Lim. Menga buni och, menga buni och. Och menga. Bittasini ol. Ota, o'g'lingiz issiq qilingan. Rostdanmi? Ular uni 2 kun ichida o'ldirishmoqchi. Vaqtida kelganingiz yaxshi bo'ldi-da. Ularning adabini o'zim berib qo'yaman. Ko'ryapsizmi? Ha. Mana buni qulashdan oldin uni boshiga yopib qo'yasiz. Buni esa maydalab uxlashdan oldin xonasida tutatasiz. Xudo xohlasa tinch uxlaydi. Endi qaytarilmaydi. Hech qachon qaytarilmaydimi? Yo'q, hech qachon qaytarilmaydi. Yaxshi. Bo'ldi. Ha. Rahmat. Endi ketavering. Xayr. Ota, Nima bo'ldi? men yana shunaqa tush ko'rdim. Yana-ya? Tushimda ichidan jinlar chiqib kelayotgan katta chuqurlikni ko'rdim. Mana shu chuqurlikka sakramoqchi bo'lib turgan edim. Agar chuqurlikka o'zimni tashlamasam, orqamdan sher kelib meni g'ajib tashlashni aytdi. Endi sakramoqchi bo'lib turgan edim, oq kiyimli kishi paydo bo'ldi. Oq kiyimli kishi? O'sha kecha tushimda menga yordam bergan kishi. U nima qildi? U mendan uyingga borishni xohlaysanmi deb so'radi. Men ha deb javob berdim. U yana yordam berishimni xohlaysanmi deb so'radi. Men yana xohlayman deb javob berdim. U esa qo'lini chuqurlik tomonga uzatdi va chuqurlik yo'q bo'lib qoldi. U meni yetaklab uyga olib keldi va sevishini aytib g'oyib bo'ldi. Jinlar nima bo'ldi? Uni ko'rib qochib ketishdi. Endi uxlaylik, parvo qilma. Ota, men qo'rqyapman. Bu tushku. Bu oddiy tush emas. Kinnachi bergan dorilarni ichib, yotib uxla. Agar yana o'sha tushlar bezovta qilsa, ertalab boshqa kinnachiga olib boraman. Bor yotoqqa. A dare na biyu din ma na sake Ertasiga yana bir tush ko'rdim. bayan wannan kuma Keyin ketma-ket 6 kun tush ko'rdim. a jere har kwana O'sha tushlarimda nur yog'ilib turgan, oq libos kiygan kishi meni yovuz ruhlardan himoya qilardi. haske
Har bir tushimda oxirida u menga bir so'zni qaytarardi. O'g'lim, men seni sevaman. a ƙarshen kowane mafarki Men seni sevaman, o'g'lim. ya saba yana ce Ayni shu gaplardan keyin tushimga kirgan bu kishi Iso alayhissalom ekanligini angladim. daga wurin na gane Masihiylar uni Iso Masih deb atashadi. shi mutumin nan ne shine wanda ake ce da shi annabi Isa wanda Shundan keyin men oxirgi tushimni ko'rdim. daga wurin Bu na yi mafarki 7-si edi. wanda shine mafarki na bakwai. O'g'lim, nima o'qiyapsan? Men buni tushuna olmayapman. Yordam berishimni xohlaysanmi? Ha, yordam berishingizni istayman. Muhammad, bu kitob Xudoning kalomi. Bu oyatlarning hammasi Xudoning so'zlari. Ey og'ir yuk ostida qiynalib horib tolganlar, mening oldimga kelinglar. Men sizlarga orom beraman. Mening bo'yinturug'imga o'zingizni qo'shing va mendan o'rganinglar. Chunki men beozor va sodda dilman. Shunday qilib jonlaringiz taskin topadi. Biror marta haqiqat va hayot yo'li haqida eshitganmisan? Hech qachon eshitmaganman. Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Mensiz hech kim otaning oldiga bora olmaydi. Siz kimsiz? Sen meni Iso payg'ambar deb bilasan. Men senga abadiy hayot berish uchun kelganman. Agar meni Rabbim va najotkorim deb qabul qilsang, Xudoning farzandi bo'lasan. Xudovandning farzandlari bormi? Xudovandning farzandlari tanadan emas, uning ruhidan tug'iladi. Xudoga ishonasanmi? Ha, men Xudoga ishonaman. Menga ham ishon. Bu dunyoda ko'p qiyinchiliklarga uchraysan, lekin xursand bo'l. Men dunyoni yengdim. Meni najotkorim deb qabul qilishni istaysanmi? Ha, najotkorim deb qabul qilishni istayman. Ertalab uyg'onganimdan keyin qo'shni qishloqdagi masihiy odamnikiga borishga qaror qildim. Uning ismi Jonatan edi. Men ko'nglimdagi bor gapimni unga aytgim keldi. Chunki u juda yaxshi inson edi. Unga ishonishim mumkinligini bilardim. Uni oldiga borib, butun dardlarimni to'kib soldim. U hamma gaplarimni diqqat bilan tingladi. Keyin u Bauchidagi bir masihiy xizmatchini boshlab keldi. Bu kishi Jonatanning qishlog'ida voizlik qila boshladi.
Men Muhammad bilan keldim. Yaxshi, qani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muhammad, xush kelibsiz. Rahmat. Do'stingiz Jonton tushlaringiz haqida aytib bergandi. O'zingizdan eshitsam yaxshi bo'lardi. Men juda qo'rqinchli tushlar ko'rdim. Jinlar, qora kiyim kiygan kishilar tushimda menga azob berishdi. Lekin u yerda o'zini Isoman deb tanishtirgan oq kiyim kiygan kishi ham bor edi. U yo'l va haqiqat ekan. U orqali boradigan yo'ldan boshqa yo'l yo'q ekan. U yana meni qabul qilasanmi deb so'radi. Men voizxonga tushimda ko'rgan hamma narsani aytib berdim. U menga vaqtingni o'tkazmasdan tezroq Isoni Rabbim va najotkorim deb qabul qilishga tayyormisan deb so'radi. Xo'sh, uning savoliga hozir nima deb javob berasan? Uni qabul qilishga tayyormisan? Ha, tayyorman. Yaxshi. Unda birga ibodat qilamiz. Ketimdan takrorla. Men Muhammad, Isoni Rabbim va najotkorim deb qabul qilaman. U menga oddiy ibodat orqali gunohlarim uchun tavba qilib Isoni najotkor sifatida qabul qilishimda yordam berdi. Ibodat orqali Isoni qalbimga taklif qilganimdan keyin ko'nglim avval hech his qilmagan shodlik va xotirjamlikka to'ldi. Barcha qo'rquvlarim va shubha gumonlarim qalbimni tark etdi. Xudovatning ruhi o'sha zahoti bu xursandchilikni ota-onamga yetkazishga undadi. Mening o'g'lim Masihiy, mening musulmon o'g'lim kofirga aylandi. Quloqlarimga ishonmayapman. Esingni yeb qo'yibsan. Allahu akbar. Allah. Sami Allahu liman hamida. Rabbana. Allahu akbar. Allah. Bir haftadan keyin otam men bilan ochiq-oydin gaplashish uchun huzuriga chorladi. Chunki masjidga bormay qo'yganimni va Injil o'qiyotganimni bilib qoldi. Bizning oilada avval bunday bo'lmagan, keyin ham bo'lmaydi. Ikki shartimdan birini tanla. Yoki Isodan voz kechasan, yoki uydan butunlay ketasan. Siz meni otamsiz. Men sizni juda yaxshi ko'raman va hurmat qilaman. Sizni ranjitishni istamayman, lekin men buni haqiqat ekanligini bilaman va undan voz kechmayman. To Iso kelib meni biror joyga boshlamaguncha men hech qayerga ketmayman. Undan ham yuz o'girmayman. Otam fikrimdan qaytmaganimni ko'rib, barcha qarindoshlarimizni chaqirdi va meni oq qilishga qaror qildi. Kunlarim azobda o'ta boshladi. Bu yoqqa chiq. Ich mana buni. Otajon, chindan ham menga zaharni ichganda beryapsizmi? Ko'p gapirmasdan ich. Sizdan bir iltimosim bor, ota. Yana nima xohlaysan? Ibodat qilib olishimga ruxsat bering. Yo'q.
Yaxshi. Ibodat qilmoqchi bo'lsang qil. Ey Iso, men shu zaharni sen tufayli ichyapman. Meni hayotimni o'zing saqla. Borib yot endi. Otam va qarindoshlarim birgalikda maslahatlashib olishdi. Men o'lishim bilan tanamni daryoga tashlashga qaror qilishdi. Ko'z quloq bo'lib turinglar unga. Hammasi meni o'lishimni kutib o'tirishdi. Men esa borib uxladim. Menga hech narsa qilmadi. Lekin kech uyg'ondim. Birdan qayd qilgim kelib qoldi va tashqariga yugurib chiqib qayd qildim. Keyin xonamga qaytib kelib, yana miriqib uxladim. Menga hech narsa qilmadi. Ertasi kuni ertalab birinchi bo'lib otam bilan salomlashdim. O'lmaganimni ko'rib otam g'amgin bo'lib qoldi. U darhol imomga xat yozib, menga Injil bergan masihiylarni qo'lga olib, jazolashlarini talab qildi. O'sha paytda bosh imom birinchi bo'lib meni o'ldirish kerakligini aytdi. O'g'limning ustidan chiqarilgan hukmni eshitdingiz. Ertaga u butunlay bizni tark etadi. O'sha kuni kechasi otam uyga qaytib kelgach, qarindoshlarimizni yig'di va ertalab meni uydan haydab yuborishni ma'lum qildi. Lekin bu hali hammasi emasdi. U o'rmondan o'tib ketayotganda sen uni poylab turasan. Senga ishondim, ha? Xo'p bo'ladi. Yo'qol. O'zingga o'xshaganlar bilan yasha. Sendek o'g'lim yo'q. Bor ket. Yo'qol ko'zimdan. Shiming bilan oyoq kiyimingni yechib qoldir. Endi ket. Yuringlar. Menga sanchilgan nayzadan tipirchilab yerga yiqildim. A'zoyi badanim qaqshab og'rirdi. Yonboshimga tekkan nayzani olib tashlash kerak deb o'yladim, chunki nayza zaharlangan edi. Agar shu ishni qilmasam, o'lishim mumkin edi. Men yerda qonga belanib, holsizlanib yotardim. Lekin Xudovand Jonatonni qishlog'idan bir kishini yordamga yubordi. U o'sha atrofda ov qilib yurgan ekan. Men bo'lgan voqeani unga gapirib berdim. U oila a'zolarim va qarindoshlarimni menga bo'lgan munosabatini yaxshi bilar ekan. Ya san al'amarin da yake faruwa tsakanina da iyayena da iyalinmu gabaki da. So wannan mutum ya yi kokari domin ya dauke ni ya kai ni babban hanya. So lokacin da ya dauke ni sai ya kai ni babban hanya ya ajiye.
Xudovand bizga mashina haydab kelayotgan odamni ro'para qildi. U bizni Reme klinik nomli pullik kasalxonaga olib bordi. O'sha yerda meni operatsiya qilishdi. Kasalxona to'lovlarini esa Jonatanning qishlog'idagi bir guruh masihiylar to'lashdi. Kasalxonada bir oy davolandim. U yerdan chiqib to'g'ri Jonatanning qishlog'iga yo'l oldim. Qishloqda 1,5 yil yashadim. Otam meni u yerdaligimni bilib qolib, Shariat nomli islomiy markazga xabar berdi. Meni 6 oy qamab qo'yishdi. Yettinchi oyda politsiyachilar meni uyga olib borishdi. Uyga borishim bilan otam qarindoshlarimni chaqirib, meni yaxshilab parvarish qilishga buyurdi. Ular masihiy ekanimni unutishimga umid bog'lardilar. Hatto masihdan 100 o'girishim evaziga 100 ta sigir va 3 ta xotin olishga yetgulik qalin pulini berishga ham va'da berdi. Meni ham o'tmishni unutishga undadi. Qaytib kelganimdan keyin 7 oy mol boqdim. Qarindoshlarim hamma narsa joyiga tushdi va menda endi muammolar bo'lmaydi deb o'ylashdi. Lekin yuragimda sekin-sekin iymon sovib borayotganini sezib turardim. Otam va qarindoshlarim meni Isodan ajratishga harakat qilishayotganini va o'zim ham iymonda turmaganimni angladim. Kir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerga o'tir. Sen bilan to'ying haqida gaplashmoqchi edim. Hammasi tayyor. Ota, hayotimda menga qilgan hamma ishlaringiz uchun minnatdorman. Lekin yana bir narsa qilishingizni xohlayman. Nima kerakligini ayt. Xohlagan narsangni beraman. Ota, men sizga aytmoqchi bo'lgan narsani faqat Iso bajara oladi. Aytchi, men bera olmaydigan, faqat Iso bera oladigan narsa nima ekan? Ota, siz menga abadiy hayot bera olasizmi? Yo'q. Bera olmayman. Ota, menga abadiy hayot bera olmaganingiz uchun ham Isodan yuz o'gira olmayman. Otamni uydan ketganimdan keyin Josga bordim. U yerda 2 yil yashadim. O'sha vaqt mobaynida oila a'zolarim bilan uchrashni aslo xohlamadim. Ular bilan hech qanday rishta yo'q edi. Lekin keyin tasodifan otamni kasalxonada yotganini va u meni ko'rishni istayotganini bilib qoldim. Ota, O'g'lim, meni chaqirtirdingizmi? meni kechir o'g'lim. Nima uchun sizni kechiray, ota?
Men seni ranjitdim. Nodonlik qilib senga ko'p yomonlik qildim. Ota, men sizni allaqachon kechirganman. Lekin men hech qachon sendan kechirim so'ramaganman. Muqaddas kitob esa bizni kechirishga o'rgatadi. O'g'lim, hayotingni oxirigacha Xudoyingga sodiq bo'l. U sizni ham xudoyingiz bo'lishi mumkin, ota. Mening Xudoyim bo'lishi mumkin. Tushunmayapman. Nimani tushunmayapsiz, ota? Shuncha qilgan gunohlarimdan keyin meni kechirarmikin? U sevgi xudosi. U faqat bitta narsani talab qiladi. Men nimayam berishim mumkin? Hech nima, bu in'om. Qanaqa in'om? U Xudovandni Iso Masih orqali beradigan in'omi. Uni qabul qilsangiz, u sizning najotkoringiz bo'ladi. U sizga abadiy hayot beradi. Uni qabul qilasizmi? Bunaqa sovg'ani bajonidil qabul qilaman. Ota, keling unda ibodat qilamiz. Mayli. Aytganlarimni takrorlang. Xo'p. Ey Iso, seni huzuringga keldim. Ey Iso, huzuringga keldim. Meni gunohlarimni kechirishing uchun seni huzuringga keldim. Mening gunohlarimni kechirishing uchun sening huzuringga keldim. Meni Rabbim va najotkorim bo'lishingni istayman. Mening Rabbim va najotkorim bo'lishingni istayman. Amin. Amin. Keling endi shifo topishingiz uchun ibodat qilamiz. Shifo topishim uchun ibodat qilma, o'g'lim. Nima uchun, ota? Bizga shifo beruvchi yagona Xudo bor-ku. Men shifo topishni istamayman. Men hoziroq Isoning oldiga ketishga va u bilan uchrashishga tayyorman. Ibodat qilganimizdan keyin 3 soat o'tgach, otam vafot etdi. U ko'nglida xotirjamlik bilan hayotdan ko'z yumdi. Otam qayerga ketayotganini yaxshi bilardi. U Iso bilan birga edi. Otam bilan yarashganimiz tufayli o'tmishdagi barcha ko'ngil yaralari va azoblari unut bo'ldi. Xudo ezilgan yuraklarga shifo beradi. Siz-chi aziz do'stim? Siz ham gunohlaringizni kechirilishini istaysizmi? Xudovand tasalli va umid bag'ishlovchi Xudodir. U sadoqatli Xudo. U haqiqat va solihlik Xudosidir. Iso yo'l va haqiqatdir. Biz faqat u tufayli abadiy hayotga erishamiz. Qalbingizni unga oching. U sizni Rabbingiz va najotkoringiz bo'lishiga ruxsat bering. Aziz do'stim, hozir gunohlaringiz uchun tavba qilib, uni Rabbim va najotkorim deb qabul qilishga tayyormisiz? Uni o'zi barcha muhtojliklaringizni qondiradi. U sizga farovon hayot beradi.
Ota-onalar o'z farzandlarini himoya qilib, ularga g'amxo'rlik ko'rsatishga doim intilishadi. Muhammadning otasi ham bundan mustasno emas. Lekin Muhammad esa otasining chizgan chizgidan chiqdi. Otasining nazarida Muhammad o'limga loyiq edi. Undan Isoga bo'lgan iymondan voz kechishni talab qilishadi. Lekin Muhammad bosh tortadi. U barcha ko'rganlarni oddiy tush emasligini aniq bilardi. Isoning osmondagi otasi bilan Muhammadning uning otasi bilan o'rtasidagi munosabatlar bir-biridan tubdan farq qiladi. Muhammadning otasi o'g'lining gunohlari uchun uning o'zi o'lishi kerak deb hisoblardi. Osmondagi otamiz esa butun odamzodning gunohi uchun Iso o'lishi kerak deb hisobladi. Balki siz Iso osmondagi otasini ranjitgan deb o'ylarsiz. Yo'q. Matta xushxabarning 3-bobida Xudovand Iso haqida shunday deydi: U mening suyukli o'g'limdir, undan mamnunman. Iso o'z hayoti davomida otasining irodasiga qarshi biror narsa qilganini ko'rmaganmiz. Unda nima uchun Xudo o'z o'g'lini jinoyatchiga o'xshab, sharmandalarcha xochga mixlanib o'lishiga yo'l qo'ydi? Nima uchun qudratli Xudo uning irodasini so'zsiz bajargan, komil bo'lgan Isoning o'limiga ruxsat berdi? Buning sababini Masihning hayotini o'rganib bilib olamiz. Iso yer yuziga o'zining irodasini emas, balki otasining irodasini bajarish uchun keldi. U butun odamzodning gunohi uchun xochga mixlanib o'ldi. Aynan mana shu Xudoning irodasi edi. Yuhanna xushxabarining 3-bob 16-oyatida shunday deyilgan: Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Yuhannoning 1-maktubi 4-bob 10-oyatida biz Xudoni sevmagan edik. U bizni sevdi va o'z o'g'lini gunohlarimizni yuvish uchun qurbon qildi deyilgan. Aziz do'stim, biz jannatga borishimiz uchun Xudo yo'l hozirladi. Biz bunga savob ishlarimiz tufayli erishmaymiz. Yoki buning uchun tush, vahiy ko'rishimiz shart emas. Balki Injil xushxabari orqali biz Xudovandni tanib bilishga muyassar bo'lamiz. Osmondagi otamiz biz uchun hozirlab qo'ygan jannatga esa biz iymon orqali erishimiz mumkin. Iso Masihga bo'lgan iymonimiz orqali. U o'zi haqida shunday degan: Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Mensiz hech kim otaning oldiga bora olmaydi. Siz Xudovandni rozi qilmoqchimisiz? Hayotdan ko'z yumganingizdan so'ng jannatga tushishingizga amin bo'lishni xohlaysizmi? Agar tilagingiz shunday bo'lsa, bilingki, Xudoning ham istagi shu. Barcha gunohlaringiz kechirilishini va abadiy hayotga ega bo'lishni xohlasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Buyuk va muqaddas Xudo, men sening oldingda gunohkorman. Meni kechirgin. Iso Masih mening gunohlarim uchun o'lib tirilganiga men ishonaman. Iso, seni Rabbim va najotkorim deb yuragimga qabul qilaman. Hayotimni sening qo'llaringga topshiraman. Amin. Agar shu ibodatni chin yurakdan qaytargan bo'lsangiz, Xudovand barcha gunohlaringizni kechirdi. Endi siz abadiy hayotga ega bo'ldingiz.